hamma jim o'tiradi, bunday sig'maydi, haligi ovoz chiqarib bir narsa qilish kerakdir. Shunaqa dovdimi, shoshmami, sabri yo'q. Mana bunaqa привычкалар qachondan? Yengil bunday narsa bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Sezyapsizmi sizga? Mana narsa bo'lib qolyapti. Bunday ko'rib turib shunaqa qiliq qilyapti-da. Bu qilig'i o'zini ixtiyoriga bog'liq emas. Bosh miyamizda harakat markazlarimiz bor, ixtiyoriy, ixtiyorsiz. Shu ixtiyoriy harakat markazimiz ixtiyorsiz fonga o'tib oladi. Mana holatning mohiyatida. Natijada o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda manalar bo'lishi mumkin. Sportga beramiz. Holat bunday holatda, mana MMD-CSDV degan holat bor, tashxislar shunaqa. Ya'ni diqqat e'tibor tarqoqligi va giperaktivlik sindromi bilan degan o'zbekchasiga. Bolachada harakat aktivlik ko'p, bolachada sabrsizlik bor, bir narsadan tez zerikib qolish bor. Bunga lecheniani qilamiz. Dori-darmondan ko'ra ko'proq bola bilan ishlashda, bolani energiyasini maqsadga yo'naltirish to'g'riroq variant. Yengil dori-darmonni, lekin asosiy fokusni sportga qaratamiz. Plus diqqatni jamlovchi mashqlar bor, uni qildiramiz. Keyin kitob o'qishga qalay? Saralada o'qib, yarimda qolib televizordan uni topib, bir pasda o'shani ko'rib oxirigacha tugatdim.